Aqlli va ziyrak va zakiy bo'lishni xohlaydigan insonlarga tavsiyamiz shuki, haftada bir kun bo'lsa ham tanani och qoldirish kerak. Miya bilan oshqozon o'rtasida uzviy bog'liqlik bor. Uni agar har doim bechara oshqozon qorong'ilikda turib, tumanda turib, har xil moddalarni berasiz, misol uchun hozirgi kunda notabiiylik rivojlanib ketdi. Har xil taomlarni berasiz, har xil narsalar berganingizdan keyin u bechara ishlayveradi, dam olmaydi. Dam olmaganidan keyin har xil moddalarni organizmga ajratgandan keyin mana yog'li narsalar yeymiz misol uchun, shirinlarni misol uchun shirinliklar misol uchun me'yordan ortiq. U jigarga gepatoz bo'ladi misol uchun, har xil tiqilmalar bo'ladi, ichida shlaklar bo'lib ketadi misol uchun. Agar ochlik qilib turilsa, haftasiga bir marta, hatto bir marta qilinsa, oshqozon dam olganda miya o'z ish faoliyatini tetiklashtirib oladi. Ya'ni insonda o'sha razvitiya kuchayadi, zakkiylik kuchayadi. Shu narsani qilib turishlikni men juda ko'p bemorlarimizga buyuramiz va tajribamizda ko'ramizki, juda ko'pchilikning kasalligiga asosiy sabablardan, omillardan bittasi bu o'sha oshqozon ichak sohasi och qolmasdan turib taom berish, chanqamasdan turib suv ichirish. Yana u ham muzday va shirin bo'lishligi yoki yog'li bo'lishligi, yo me'yordan oshirib yuborishligi.